42-masala mollyuskalar chig'anog'ining rangi ikki juft genlar bilan belgilanadi. Belgilash kiritamiz. Ana endi bizda demak qizil rangli to'xtog'iga ega digitrozigota, qizil rang to'xtog'iga ega digitrozigota va oq rangli to'xtog'iga ega heterozigota. Oq rangli to'xtog'iga ega heterozigota. Mana shunday genotipni oldik. Endi natijada 200 ta organizm olingan deyilyapti. Bu crossing over kuzatiladi. Bunda foiz 30% ga teng ekan. Xo'p, bundan ikkita gamet olamiz, bu yerga yozib qo'yamiz. Bundan ikkita no crossover, ikkita crossover gametalarni olamiz, yozdik. Xo'p, natijada 200 ta organizm olamiz. Bizda aytilyaptiki, qizil rangli bir necha qator to'q chiziqqa ega mollyuskalar nechta? Xo'p, demak biz mana bu yerda olgan organizm ichidan qizil rangli bir necha qator to'q chiziqqa egasini topishimiz kerak. Qizil rang uchun A1 kerak, to'q chiziq uchun to'q chiziq B2 kerak. A1 B2 A1 B2 demak mana ekan. Bunaqasi yana bormi? Yo'q, boshqa yo'q. Misol mana bularda bor B2, lekin bularning rangi bular to'xtoqlarga ega bo'lib qolyapti-da. Bitta mana shu ekan. Demak, mana shu 4 ta organizm 30% ga teng. Bittasi necha foiz deymiz? 7,5%. Xo'p, bizlarda 200 ta organizm bu 100%. Umumiy 200 ta organizm 100%. Biz 7,5% ni topishimiz kerak. Bu 15 dan tashkil qilar ekan. Endi oq rangli to'xtog'iga ega mollyuskalar sonini topsak, oq rangli A2 va to'xtog' B1. A2 B1. Mana bu bitta. Mana bu yana bitta. Mana bu yana bitta. Demak, mana bu oq to'xtog'iga ega, bu ham oq to'xtog'iga ega, bu ham oq to'xtog'iga ega. Demak, mana bu 4 ta organizm 70% no crossover. Bittasi shunaqa. Bu 17,5% degani. Mana bu 4 ta organizm 30%. Ikkitasi bizda so'ralayotganga o'xshaydi. Bu ikkitasi 15% degani. 15% crossover, 17,5% no crossover o'sha avlod o'xshayapti. Umumiy 32,5% avlod o'xshayapti. 200 tamiz 100% bo'lsa, 32,5%imiz qancha deymiz? X bizga demak 65 ga teng chiqadi.